Kitob tumani Malham markazi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kitob tumaniga Malham markaziga kelib, Xudoga shukr, mana bir haftalik lichinasida zo'r yaxshi o'zgarishlar. O'zi kiyganimcha buyrak toshlari, keyin o't toshlari puristib berib, ancha qiyinchilik nimada keluvdik, o'zi ichkarilar ancha tozarib, hozir Xudoga shukr zo'r yaxshi bo'lib qoldik. Qayerdansiz? Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidanman. Ko'kdala Ko'kdala tumanidansiz. tumanidan. Nechanchi yilsiz? 90-yilman men. Ism familiyangiz? Umerov Azam. Azamjon. Ichingizdan nima tushganlarini qarab bordingizmi? Ichimdan tushgan narsalarni aytib berish qiyin. Yengilmisiz? Yengilman Xudoga shukr. Kelgan payt og'riqlar bor edimi? Og'riqlar, oshqozondagi shu yig'ilib qolgan narsalar o'zi hammasi turgan ekan, o'zi og'riq berib. Shukr hozir yaxshi. Yengil bo'lib qoldingiz-a? Yengil bo'ldim.